Dunyodagi eng qimmat aviachipta avtomobil narxiga teng desam ishonasizmi? Qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Yer yuzida yagona bo'lgan mehmonxona sifat Airbus A380 lyuks samolyotlari faqat Birlashgan Arab Amirliklarining Etihad Airways kompaniyasida bor. The Residence sizga 3 xonali lyuks sharoitni taqdim etadi. U orqali uchsangiz sizga nafaqat o'rindiq, balki shaxsiy yotoqxona va shaxsiy yuvinish xonalari ham taqdim etiladi. Zerikmasligingiz uchun kichkina planshet emas, balki katta televizor xizmatingizda. Parvoz davomida tekin to'liq Wi-Fi paket ichiga kiritilgan. Tovuq yoki mol go'shti degan savolni eshitmaysiz, balki siz xohlagan narsani samolyotdagi oshpazlar tayyorlab beradi. Samolyotda nafaqat restoran, balki namoz xonalari ham mavjud. Foydalanish uchun maxsus kiyimlar va Armani kabi brendlardan maxsus sovg'alar ajratilgan. Lyuks samolyotda Abu Dabidan London, Parij, Singapur, Nyu-York kabi shaharlarga bormoqchi bo'lsangiz, 20 ming, 30 ming AQSh dollari tayyorlab qo'yishingizga to'g'ri keladi. Videoni lyuks sharoit yaxshi ko'radigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.